siz bu yerda idish tovoq yuvmaysizmi? Voy, buni yangi oldingizmi? Buncha yangi turibdi. Nega bizaniki bunaqa emas deb so'raydi kelgan mehmonlaringiz. Shuni 3 kunda bir, hatto bu bir haftada bir marta qilib turishimiz kerak. Buni kecha tayyorladik. Ichida sirka bor, tuz bor, uksus bor. O'zimiz o'zbek uksusdan 2 qoshiqcha soldim. Qarang. Yangiday turishi uchun qachongina shu yangiday turadi, ishlatilgan eski limonlar bu qizlar. Bularni bu yerlarga sursangiz borki, xuddi yangi olganday bo'lasizlar. Siz bilaman charchagansiz, hech narsa yoqmayapti, lekin buni qilib yotganingizdan keyin shunaqa ko'nglingiz yengil tortadi, xuddi bir domlaga borib o'zingizni o'qitib kelgandek. Shuning ichida tuz, sirka, uksus bor. Bu rosa ham foydali, ham qo'lingizga zarar bermaydi qizlar. Buni qilib qo'yganingizdan keyin o'zingiz bilasiz. Ham ko'pirishi ham zo'r. Hozir endi faqat bu yer emas. Bu bilan qo'shib, shuni ham qo'shib yuboravering. Bu ko'p ishlatiladi. O'zingiz hammada ham bo'lsa kerak shunaqa narsa. Bitta shotkalab qo'ysangiz, biram mazza qilar odam. 5 minutdan keyin suv otasiz bu yerga, 5 minutdan keyin. Ham zo'r hid kelib turadi-da, boyagidek yomon hidlardan qutulish uchun bo'ldi. Endi shu turish qolsin. Undan keyin suvini otamiz. 5 minutcha kutamiz. So'raydi qizlar, xavotir olmang. Kelgan mehmonlaringiz aniq so'raydi, nima bilan yuvding? Qanday tozalading? Nimaga seniki yangidek turibdi? Nimaga meniki unaqa emas? Shunaqa qimmat narsalar oldim, nega unaqa emas deb boshlaydi so'rab. O'shanda aytarsiz, bitta limon bilan sirka ishlatdim, boshqa hech narsa ishlatmadim deb aytarsiz. Bu ketmay qolarki, o'sha vaqtda ham yani ko'rdingizmi? Bu yordam beradi. Ham ichida sirka, tuz bo'lgani uchun birdan suv ketishiga yordamdan qarang. Yangidek bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Ham limon bo'lgani uchun limon hidi shunaqa chiqayapti hozir. Yangidek bo'ldi. Endi bitta quruqlasangiz bo'ldi. Musul tashlagani ko'zingiz qiymaydi-da. Deysiz, yuvib tozalab qo'ying. Yangidek turibdi. Aniq kelgan odamlar aytadi, nima bilan yuving yoki yangi oldilaringmi sizlar deb. Oddiy karbonat, oddiy. Bu foydali bilgini hammaga yuborib qo'yishni unutmang.